O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Hammaga xayrli kun. Massani freestyle uchiga qanaqadir qalang'i qasang'ilar reaksiya qilib chiqdi. Menga tashlab yotibdi bolalar. O'rtoqlar, bularga ortiqcha e'tibor qaratmanglar. Bular nikto, bular o'zi o'sha rep bo'yicha hech narsaga erishmagan, itam hurmat qilmagan mana shu yo'nalish bo'yicha hech narsaga erishmagan bolalar o'zicha gapiraveradi. Men fast flowda ham, boshqada ham, chitkada ham liboy taraflama liboy bilan kelib turib gaplashishga aqlim yetadi. Men 10 yildan ortiq tajribam bor repda. Bu temada bularga emas fikr bildirish. Mayli boshqa bir o'sha soha bo'yicha qanaqadir YouTube'da erishgan odam bo'lsa, mayli uni to'g'ri tushunasiz. Lekin bularni gapirgan gapi uchun kulgingiz ham keladi-da. Xullas, bular jamiyatda eng quyqa olqindilari. Bularga umuman e'tibor bermaylar. Jonlar yomon bo'lsin. Bari biz yorvoramiz. Bularga kim qo'yibdi buni gapirishdi? Bo'l ko'tingni qisib, streamingni qilgan, aqllilik qilmagan biladi. Shurkazalar.